Assalomu alaykum. Hozirgi kunda Avstraliyaning Sidney shahrida University of New South Wales o'qib kelayotgan talabamiz bilan qisqagina intervyu qilamiz. Uka, o'zingizni tanishtirsangiz? Assalomu alaykum. Mening ismim Husniddinov Hasanboy. University of New South Walesda ta'lim olib kelmoqdaman. Nima sohada o'qiyapsiz-ku? Hozir aviation management sohasi. Necha yillik viza olgandingiz? 4 yillik viza. 4 yillik viza. O'qishlaringiz qiyin bo'lmayaptimi? Endi hozir birinchi yil foundation year bo'lgani uchun nisbatan osonroq, lekin bakalavrga o'tgandan keyin ko'pchilik uni qiyin deyishadi. O'zi necha yillik programma shunday? Hozir 1 yil foundation year va 3 yil bakalavr. Bakalavrda aviatsiya sohasida o'qiysiz. Aviatsiya sohasi. Finansiy jihatdan o'zi qanaqa kim qoplab beryapti? Men Elliot umida jamg'armasining stipendiantiman, ya'ni davlatimiz hamma rasxodlarni qoplab beradi. Ya'ni yeb ichishlarni, tuition fee va yiliga bir marta uchib kelish biletlarini. Mana kelganingizga qancha bo'ldi? Avgustda keldim, shunda bir 2 oydan oshdi. 2 oy bo'ldi. O'qishga moslashishingiz, bu yerda yashashingiz qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q, qiyin bo'lmadi. Men tez moslashib ketdim. Birinchi marta chetga chiqishingizmi yo avval chiqib? Yo'q, undan oldin ko'p davlatlarga chiqqanman. Qaysi davlatlarga chiqqandingiz? Ozarbayjon, Turkiya, Saudiya Arabistoni, Dubayga chiqqanman. Zo'r. Bu yoqqa kelganingizda bu ota-ona mist bo'lmayaptimi? Qanaqadir culture shock bo'lmadimi bu yoqqa kelganingizda? Yo'q, hammasi yaxshi bo'ldi, chunki men 20-avgust kuni kelgan bo'lsam, 21-avgust kuni, ya'ni bir kundan keyin shu o'qishim boshlanib ketdi va faqatgina o'qishga fokus bo'lib o'qishga tushib ketdik. Bu yerga kelganingizda mana uy joy topish masalasida qiynalmadingizmi? Yo'q, bu yerda o'zbeklar ko'p. Men kelishdan oldin o'zimga aloqaga chiqdim, o'zingiz yordam berib, eski talabalaringiz, jo'natgan talabalaringiz bilan birga turibmiz hozir. Ko'rsatmasin zo'r. Mana o'qish bilan bu yerda sport yoki bo'lmasa talabalarga berilgan sharoitlardan qanaqa balanced life bo'lyapti-ku? Balanced life yaxshi ketyapti, chunki bu Avstraliyada balanced lifega juda ham katta e'tibor qaratishadi. Misol uchun, agar siz student bo'lsangiz, sizga sport zal yoki ko'pgina o'qishdan tashqari kerak bo'ladigan narsalar uchun sizga chegirma qilib berishadi. Misol uchun, gymga kiradigan bo'lsak, har bitta universitetda o'zini sport zali bo'ladi, basseyni bo'ladi. Misol uchun, tashqaridan kelgan odamga, misol uchun haftasiga $50 bo'lsa, studentlarga o'rtacha 50% dan 70% gacha skidka bo'ladi. Unda normal pulda saving qilsangiz bo'ladi. Ancha arzon. Mana o'zingiz mana 2 oydan beri qanaqadir sportga yoki bo'lmasa o'qishdan tashqari adashmasam, Avstraliya hukumati tomonidan haftasiga 24 soat ishlash mumkin-da. Ishlayapsizmi yoki qanaqa bo'lyapti? Ha, men ishga kirdim. Haftasiga 20 soat ishlayapman. Otelga reception bo'lib kirdim. Qaysi otelda ishlayapsiz? Kirkiton 4 yulduzli otel. Wow. Qayerda joylashgan? U King Cross stansiyasidan 2 minut yurganda juda ham yaqin CBTga. Ish topishlaringiz qiyin bo'lmadimi? Endi to'g'risini aytsam, talabalar bu yerga kelganda asosan dastavkada ishlashadi, chunki bu yerda talabalarni uncha olishmaydi. Chunki viza bilan muammo bo'lib qolishi mumkin. Chunki ko'p ishlashga ruxsati yo'q. Lekin harakat qilsa, ofitsial ishga kirsa bo'ladi. Uning uchun kuchli background experience kerak. O'zingizda mana background experience deb qoldingiz. Shu sohada qaysidir ma'noda tajribingiz bormi, yo'qmi? Bor edi. Bu yerga kelishdan oldin 6-7 oy tur gid bo'lib ishlaganman. Tur gid bo'lgansiz? Tur gid. O, zo'r. Imini Toshkentda o'tagansiz. Toshkentda bo'lib, dunyodan почти har bitta mamlakatdan kelgan turistlarga o'sha o'zimiz davlatimizni ko'rsatganman, ya'ni Toshkentda aylantirib, tarixini, kulturamizni ko'rsatib aylantirganmiz. Mana ish joyida mana 20 soat aytib o'tib ketdingiz. Haftasiga mana necha pul pay slip tushadi? O'rtacha o'zi experiences odam, misol uchun o'quvchi kelib ishga kirsa, o'rtacha 20-22 dan boshlanadi. Lekin bu reception bo'lgani uchun, endi 4 yulduzli otellik uchun soatiga $30 dan. Soatiga $30. Wow, ko'z tegmasin.
Va qarang, mana ham ishlayman dedingiz, ham o'qiyman dedingiz. Mana o'qish bilan bir vaqtda o'zida ishlash balansi qanaqa bo'lyapti? Baholaringizga ta'sir qilib qolmayaptimi? Juda ham yaxshi savol. Chunki unaqa ta'sir qilyapti deb aytolmayman. Chunki Avstraliya hukumatining o'zi 2 haftada 48 soat, ya'ni bir haftada 24 soat ishlashga ruxsat berib qo'ygan. Endi davlat ham bilib buni qiladi. Chunki misol uchun bu limitni qo'yishdan oldin ular nima deydi? Yaxshilab tekshirishgan. Necha soat o'quvchi ishlasa, o'qishiga ta'sir qilmaydi degan savol bilan, ya'ni o'sha narsani qidirishgan va javobi shunda bir haftada 24 soat bo'lgan. Men u 24 soat emas, 20 soat, 21 soat ishlayapman. Ta'sir qilmayapti. Umuman ta'sir qilmayapti va baholaringiz hammasi yuqori darajada ketyapti. 90% ham bor. Zo'r ko'z tegmasi. Bu yerda mana birinchi kelganimda menda unchalik qaltis shok bo'lmadi. O'qish boshlanib ketdi dedingiz. Lekin qaysidir ma'noda O'zbekistonni sog'indingizmi, sog'inmadingizmi? To'g'risini aytsam, albatta sog'inamiz. Axir bu bizning davlatimiz-ku. Ayniqsa ko'p nimalarni sog'indingiz? Eng ko'pi to'g'risini aytsam, ovqatlarini sog'indim. Chunki to'g'risini aytsam, to'g'ri chet elga chiqqanman, lekin unaqa ko'p qolmaganman. Boshida unaqa e'tibor bermas edim. Endi chet elda yashab kelayotgan o'rtoqlarim aytishardi, voy, baribir O'zbekiston ovqati hech qayerda yo'q, butun dunyoda eng yaxshisi O'zbekistonniki deyshadi. Va bu yerga keldik, mana endi ko'chadan ovqat yeymiz, lekin baribir o'zimiz ovqat qilishga harakat qilamiz, o'zimiz o'zbek milliy ovqatlarimizni. Uyda ham ovqat tayyorlab turishga vaqtingiz bo'ladimi, yo'qmi? Bor, albatta. Nima ovqatlarni ko'proq tayyorlash yoqtirasiz? To'g'risini ayting, mana sizni ko'rib turayotganlar hammasi yoki talabalar bo'ladi yoki talabalar ota-onalari bo'ladi-da. Qiziqadi-da. Men mashhurda qilishni yaxshi ko'raman, mashhurda qilaman. Endi ko'p ovqatlarni bilaman, qozon kabob, misol, kartoshka go'sht, shunaqa ovqatlarni ham qilaman. Lekin eng keraklisi osh qilishni bilmayman. Osh. Keyingi safar xudo xolasa osh qilishni o'rganing yoki bo'lmasa O'zbekistonga mana bir marta borib kelaman dedingiz, albatta oyingiz qo'lidan oshlarni полностью o'rganib oling. Bu yerda mana o'qishingizga qaytadigan bo'lsa, o'qishda tanishlar orttirdingizmi, networking qanaqa ketyapti yoki qanaqadir konferensiyalarga qatnashib yuribsizmi? Bizda foundation yer bo'lgani uchun konferensiyalar unaqa ko'p emas, lekin prezentatsiyalar bor, ya'ni gruppaviy prezentatsiyalar qilamiz kursdoshlar bilan birga. Kursdoshlarim ham dunyoning juda ham ko'p mamlakatlaridan kelgan. Qaysi mamlakatdan imonni? Aslan baribir Xitoydan, Tailand, Indoneziya, Vyetnam. Hozircha foundation yer bo'lgani uchun ko'proq Osiyo davlatlaridan, chunki Yevropa yoki Britaniya, Kanada, Amerikani olsak, ularda ta'lim 12 yil. O'shaning uchun ham u davlatdan studentlar foundation yerda o'qimaydi. Lekin xudo xolasa bakalavr darajasiga o'tsa, ya'ni 1 yildan keyin, yerda juda ham ko'p local, ya'ni avstraliyaliklarni o'zi, yevropalik, Amerikadan ham talabalar juda ham ko'p. Tushunarli. Demak, har bitta culture bilan birma-bir tanishib o'tib qilyapsiz. Qiyin bo'lmayapti. Yo'q, hammasi. Mana o'qishga kirish jarayoningizda ham jicha to'xtalib o'tamiz. Qanaqa bo'lgan? Mana IELTS necha talab qilingan, o'qishga kirishingiz, enroll qilishingiz oson bo'lganmi? Viza jarayonlari, bularga ham bitta o'zingiz fikringizni berib o'tsangiz. O'qishga kirishdan oldin IELTS talab qilinadi. Mana IELTSim 7. Wow. U 7 yaxshi ko'rsatkichda. C1 deganida. Va adashmasam talabi 6 edi, adashmasam. Dokumentlarni siz bilan birga qilganmiz, siz bilan birga qilib topshirganmiz va mana necha kunda keldi, bir 10 kun ichida kelgan. Viza natijasi chiqqan. Yo'q, acceptance letter kelgan. Viza natijasi biza iyulda sizga topshiruvdik, bir 28 kunda keluvdi viza. 28 kunda o'sha vizasi chiqqan. Viza chiqqanda qanaqa hayajon bo'lgan? Hayajon bo'lgan, siz telefon qilgansiz, hazillashgansiz, viza chiqmadi deb hazillashgansiz. Men aldayotganingizga ishonganman, ya'ni siz gapingizga ishonmaganman. Keyin to'g'risini ayting, chiqdimmi degandan keyin aytgansiz, chiqdi deb.
chiqdi. Bunda xursand bo'lganmiz. Ko'sa emasmiz. Zo'r. Mana o'zingizni tengqur yoshlarga nimalar tavsiya berasiz? Ayniqsa davlat tanlashda mana bu yoqda studentlarga, xalqaro talabalarga o'zini aholisi qanaqa munosabatda? Shuni bir tavsiyalar berib o'tsangiz. Avstraliyada misol uchun har yili 1,5 millionta student boshqa davlatlardan keladi. Ya'ni misol uchun ko'chada yursa ham juda ham ko'pchiligi student bu yerda. Ya'ni studentskiy nima deydi, davlatsi ham bo'ladi. Lokallarni ularga munosabati ham juda ham yaxshi, chunki mahalliy aholisini munosabati zo'r. Juda ham zo'r, chunki ular biladiki, chet eldan kelayotgan studentlar Avstraliyaning ekonomikasiga juda ham katta pul olib keladi. Ya'ni rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. O'shalarni tuition feesini to'lashi va boshqa narsalar. Albatta ekonomikasini, ya'ni GDP'sini qaraydigan bo'lsak, qaysidir ma'noda education sohasidan normalniy soha qiladi. Shuni hisobiga aholisi ham talabalarga, xalqaro talabalarga do'stona munosabatda. Do'stona va hurmat bilan munosabat. Qanaqadir siz hali o'zingizni xavflimi yoki xavfsiz his qildingizmi? Qanaqa bo'ldi bu yoqda? Unaqa his qilmadim. Hammasi yaxshi. Misol uchun xuddi O'zbekistonda yurganda yuribman, chunki men bitta narsani tushunib yetdimki, misol O'zbekistonda biz telefonimizni, notebookimizni misol uchun xohlagan joyimizda qoldirib keta olamiz. Misol kafega kirsak, telefonimizni stolga qo'yib ketamiz. Shunaqa narsa. Bu yerda ham shu narsani ko'rdim. Va boshqa misol chet eldan kelgan studentlar bilan gaplashsam, ular aytadiki, Avstraliya juda ham nima deydi, safe davlat. Ya'ni bularda o'g'rilik yo'q. Misol Amerika bilan eng katta farqi bularda nima deydi, sovuq qurollar, ya'ni pistolet, avtomatga o'xshagan narsalar yo'q. Ya'ni juda ham davlat bunga juda ham kuchli qaraydi. Shundan kelib chiqib ayta olamanki, bu yerda o'g'rilik, bunaqa narsalar juda ham past. Kelganingizdan afsuslanmaysizmi? To'g'ri qaror qilganingizga ishonchingiz komil bo'ldimi? Bir kun ham afsuslanmadim. Bir kun ham afsuslanmadingiz. Zo'r. Kelgusi talabalarga oxirgi tavsiyangiz? Kelinglar, o'qinglar, davlat ko'ringlar. Juda ham odamga bu narsa juda ham katta foyda beradi. Dunyoqarash o'zgaradi, self development bo'ladi odamda. Hasanboy, rahmat kattakon vaqt ajratib intervyuga rozilik berganingiz uchun. Do'stlar, agarda intervyuimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, yoqtirma tugmasini bosib qo'ying va do'stlaringizga ulashib, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Avstraliya Sidneydan salomlar. Salomlar.